Mavzuyimiz Taylor va Maclaurin formulalari. Keyinchalik bu formulalar emas, qatorlarni ham o'rganamiz. Hali qatorlar mavzusiga kelganimizda hozircha faqatgina formulalar ko'rinishidan foydalanib turamiz. Xo'p, birinchi demak Taylor formulasiga yuzlanamiz. Taylor formulasi bu x0 birorta funksiyani, masalan fx funksiyani x0 nuqtaning biror atrofida aniqlangan bo'lsa va shu atrofda demak shu fx funksiyani n plus birinchi tartibli hosilalarigacha mavjud bo'lishi kerak va o'sha hosilasi ham x0 nuqtada uzluksiz bo'lishi kerak. U holda demak biz quyidagicha formula kiritishimiz mumkin. Ya'ni fx barobar x ning x0 nuqtadagi qiymati plus 1 marta hosila taqsim 1 faktorial x minus x0 ning birinchi darajasi. Keyingisi 2 marta hosila taqsim 2 faktorial x minus x0 ning kvadrati va hokazo. N marta hosila taqsim n faktorial x minus x0 ning n'inchi darajasi plus keyingisi n plus 1 faktorialdan boshlab bu yog'ida demak bu mana s bilan yozib ketilgan. Mana bu qismi qoldiq hadi deyiladi yoki bu Lagranj ko'rinishidagi qoldiq ham deb ataladi ba'zan. Va asosiy mana shu formula, mana bu yerdagi asosiy formula bu demak bunaqa qilib qo'yay mana. Lagranj ko'rinishidagi qoldiq degani mana shu. Taylor formulasi deyiladi. Endi xo'p, Taylor ko'p hada deb ataladigan funksiyamiz mana bu. Ya'ni xuddi o'sha formulani o'zi, faqatgina oxirgi qoldiq hadi olinmagan. Xo'p, endi mana misolda tushuntirib beraman. Mana x ning 4-si minus 3x kvadrat minus x plus 2 ni x plus 1 ko'p had atrof musbat hadli qator musbat darajalari bo'yicha yoyishimiz kerak. Bu degani mana bu yerda x0 degani x0. Bu minus 1 degani. Nega? Chunki x plus 1 0 ga tenglashtirib x ni topib olishimiz mumkin biz. Ya'ni x0 barobar minus 1 nuqtadagi qiymati kerak. Birinchidan hosilalarni olamiz. Mana 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 martagacha hosila oldik. 5-sida o'zi 0 bo'lib ketar ekan va undan keyin barchasi 6-sidan boshlab hammasi 0. Ya'ni to'g'rirog'i 5-hadidan 5-tartibli hosilasidan boshlab hamma yuqori tartibli hosilalar 0. Endi funksiyani o'zini mana shu nuqtadagi qiymatini topamiz. Ya'ni funksiya mana bu. Shu funksiyani minus 1 nuqtani qo'yib qiymatini topsak 1 ga teng ekan. 1 marta hosilasi mana bu. 1 marta hosilasiga minus 1 ni qo'yib yana 1 ni hosil qilar ekanmiz. 2 marta hosilasiga yana minus 1 ni qo'yamiz. 2 marta hosilasi mana bu yerda. Minus 1 ni qo'ysak 6 hosil bo'lar ekan. Keyingisi 3 marta hosilasi mana bu yerda turibdi. Shunga minus 1 ni qo'ysak minus 24. 4 marta hosilasiga minus 1 ni qo'ysak, mana bunda ham minuslar qolib ketibdi. Mana bular oldida minus 1 bor. Xo'p, bunda ham 24 ligicha qoladi. Va undan keyin biz mana shu funksiyani quyidagicha yozishimiz mumkin. Mana birinchisi mana bu hal yoziladi bu yerda. Keyingisi 1 marta hosiladan chiqqani buni suratida, 2 marta hosiladan chiqqani 2 faktorialni yuqorisida, 3 martadan chiqqani 3-chi, 4 martadan chiqqan 4 faktorialni yuqorisida va 5-sidan boshlab 0 uchun qolganlari yozib o'tirilmaydi. Va mana shu faktoriallarni oldidagi sonlarni soddalashtiradigan bo'lsak, hamma faktorialni bilsa kerak. Masalan, 1 faktorial degani 1 ni o'zi. 2 faktorial 1 va 2 ni ko'paytmasi, ya'ni 2 ga teng. Shuning uchun 6 bilan 2 qisqarib ketib 3 ni bergan. Keyingisi 3 faktorial degani 1, 2, 3 ni ko'paytmasi. Bu 6 ga teng. 24 ni 6 ga bo'lib o'rsak, minus 4 chiqadi. Mana minus 4 oldida turibdi. Va keyingisi 4 faktorial degani 1 dan boshlab 4 gacha sonlarni ko'paytmasi. Bu 1, 2, 3, 4 bo'ladi. 1, 2, 3 ni ko'paytmasi demak bizda 6 edi. 4 bilan ko'paytirsa 24. Shuning uchun 24 bilan 24 qisqarib ketdi. Va mana bu boshidagi 4-darajali ko'p hadni
x plus 1ning darajalari ko'rinishida ifodaladik. Mana shu formula, demak, Taylor formulasiga misol bo'lar ekan. Mana bu misol. Endi keyingi anaqamiz, formulamiz bu Maklaren formulasi deyiladi. Maklaren formulasi o'sha Taylor formulasini o'zi, faqatgina bunda e'tibor berish kerak bo'lgan joyi x 0 ni o'rnida har doim 0 nuqta kelsa, ya'ni 0 nuqta atrofida Taylor qatoriga yoyish, bu Maklaren Taylor formulasiga yoyish, bu Maklaren formulasi deyiladi. Va Maklaren formulasiga ba'zi funksiyalar mana bu yerda yozilgan tayyor formulalari bor. Mana shu ko'rinishda yoziladi. Va men buni hozir birortasini, masalan, birinchi y darajasi x ni doskada tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, mana bu y darajasi x ni olamiz doskaga. Shu yerda mana shuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, aytaylik, mana fx sifatida bizda xo'p, y darajasida x olingan bo'lsin. Maklaren qatoriga yoyishimiz uchun x0 nuqta, demak 0 ga teng. Barobar 0. Nima qilamiz? Birinchidan qilinadigan ish, xo'p, f dan hosila olamiz. Endi f dan yaxshi tomoni bunda, f dan hosila olsak, y darajasi x ni hosilasi o'ziga teng. Keyingi safari yana hosila olsak, yana o'ziga teng. Ya'ni yana y darajasida x. Va hokazo, qolganlari ham shunaqa ketaveradi. Endi ikkinchi anaqada biz qiymatlarini tekshirib ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda f qavsidan 0 ni qo'yamiz. Bu degani y darajasida 0 ga teng. Bu y darajasi 0 degani bu 1 ga teng. Keyingisi f dan bir marta hosilaga yana 0 ni qo'ysak, bu yana y darajasidan 0 ga teng va bu ham yana 1 ga teng. Va hokazo, mana shu davr, shu jarayon takrorlanaveradi va hammasida mana bu ifodalarimiz 1 ga teng bo'lib chiqaveradi. Va men asosiy formulasini, Maklaren formulasini bu yerda yozib qo'yaman. Qizil bilan yozib qo'yaman. Fx barobar xo'p, f x0 nuqtadagi qiymati. Endi albatta bizda x0 sifatida 0 kelyapti, shuning uchun f0 deymiz. 0 nuqtadagi qiymati plus bir marta hosila 0 nuqtadagi qiymati taqsim, xo'p, 1 faktorial ko'paytirilgan x ni o'zi. X minus x0 degan qismi yo'q. Keyingisi plus f dan 2 marta hosila 0 nuqtadagi qiymati taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan x ning kvadrati. Plus va hokazo, bu yog'ini yozib o'tirmayman. Mana shu formula edi. Shu formuladan foydalanishga harakat qilamiz. Demak, shu formuladan foydalanib yoyadigan bo'lsak, biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Xo'p, fx deganda y darajasida x barobar bir marta hosil, o'zi umuman 0 nuqtani qo'yganimizda 1 chiqqandi natija. 1 plus 1 taqsim 1 faktorial ko'paytirilgan x plus keyingisi yana 1 taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan x ning kvadrati plus keyingisi albatta 3 bo'ladi. 4 va hokazo davom etaveradi. Va buni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Barobar. Endi mana orqadagi x larni suratiga chiqazib yozgan qulayroq. 1 plus, chunki yozuv kamayadi ozroq. X taqsim 1 faktorial yoki to'g'rirog'i faqat x ni o'zi deb ketsam ham bo'ladi buni. Chunki 1 faktorial 1 ga teng, shuning uchun x ni o'zi deb ketsam ham bo'ladi. Plus keyingilarida adashmaslik uchun faktoriali bilan qoldiraman. X kvadrat taqsim 2 faktorial plus keyingisi demak x ning kubi taqsim 3 faktorial bo'ladi. 3 faktorial
plus va hokazo davom etishimiz mumkin. Demak, mana shu y darajasi x uchun formula mana shu holatda bo'ladi. Endi mana shu yerda biz o'zi umuman y sonini taqribiy hisoblab ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni agar mana shu yerda xo'p, x ni o'rnida, demak x ni agar 1 deb, mana bular o'rnida hammasini o'rniga 1 ni qo'yib chiqsak, y sonini o'zi kelib chiqadi, y darajasi 1. Bu degani y ni o'ziga teng. Bu o'sha biz bilgan taqriban 2,171 degan son kelib chiqadi. Faqatgina biz qancha ko'p hadlarini olsak, masalan bunga 3 darajasigacha oldik. Shuncha aniqlikda chiqaveradi qancha ko'p hadlarini olsak. Demak, mana shu holatda biz Maklaren qatoriga ham yoyishimiz mumkin. Endi bunga doir misollar bor. Mana bu yerda ba'zi misollar bor. Bularni ham talabalarni o'zi o'rganib olishlari mumkin. Mana bu yerda x0 nuqta atrofida Taylor qatoriga yoyish, buni ham Taylor qatoriga yoyish va keyingilari Maklaren qatoriga yoyishga doir misollar va mana oxirgisi shu Maklaren qatori yordamida aniqmasliklarni, mana bu bunaqalarni qiymatlarini taqribiy hisoblash. Bunga doir misol ham mana bu yerda berilgan. Xo'p, mana shu formuladan foydalanib, mana bu misol yordamida bu yerdagi taqribiy hisoblashlarni ham talabalar mustaqil o'rganishlari mumkin.